Domni sotib arzon variant uchastkadan olaman deb yaxshi niyat qilib yurgan ukalarimizga yangi obyektlarimiz bor okalar. Bektemir tumaniga yetib kelganmiz. Quruvchi akalarimiz tomonidan 1.8 sotuv, 1.5 sotuv 4 xonali yangi obyektlar sotuvda. Xonadonimizda hozir 1.8 sotuvligida turibmiz. Tashqi vidlarni ko'ringlar, idealni qurilgan. Mana shu xonadonimizda kirib kelishdan obzorini qilib beramiz. O'zbekona mahallada joylashgan. Bektemir postidan taxminan 2 kilometr o'tganimizda mahalla ichida joylashgan xonadon. Obyektlarimizdan 4 ta qurib bitkazildi. Hovlisiga mashina qo'yib qo'ysak bo'ladi. Oldiga katta romla qo'yilgan, tashqi fasadlari полностью travertindan chiqarilgan, patololari bo'lsa tunkofon qilingan. Hovlida zeloniy zonalari bor, ko'ryapsizlar, okalar, domdan anchagina aqlli. Hovlida mana yozgi paytlarda bemalol mashq stol qo'yib o'tirasizlar. Tapchani ham qo'yib o'tirsanglar bo'ladi. Hovli uchun bu tarafda bitta hojatxonasi bor, rakvinalar qo'yilgan. Uy oldi tarafdan podvolga tushsak bo'ladi, oshxonadagi yerto'la qilingan. Bismillah deb kiramiz, uyimizning sharoitlari bilan tanishamiz. Ko'ringlar, mana domdan ancha yaxshi okalar, patololari baland, gaz suvida muammo yo'q, lokatsiya yaxshi, remontlari yaxshi holatda. Kirishimizga o'ng qo'limizda oshxona bo'ladi bu tarafda. Hamma xonalarni patolog lustralari ilingan. Koridordan daraxt yurganimizda mana chap qo'limizda mehmonxona. Mehmonlarga bemalol tutilib bo'ladi. Mehmonxona razmeri ham bir 15 kishiga mo'ljallangan. Taxminan agar 20 metrgacha kutsak bo'ladi. Koridordan daraxt yurganimizda detskiy xona, koridorga qaragan rom qo'yilgan. Yonida yana bitta xona bo'ladi. Xolasida bolalarga, xolasida kattalarga xona qilib bersanglar bo'ladi. Ha, bu tarafda bo'lsa, ota-onalarga mo'ljallangan spayni ko'ramiz. Bu tarafdan orqa hovliga chiqsak bo'ladi, havoylanish uchun joy tashalgan. Koridorda umumiy yuvinish xonasi. 1.8 sotuvligini ko'rib chiqdik, okalar. $83,000 startviy narxi. 1.5 sotuvligi $75,000 so'rashyapti. Kelishadigan joylari bor. Mana shu Bektemir tumanidan uy qidirganlar bo'lsa tarqatib qo'yinglar.